To'xtatinglar BYD ni parallel gibrid deyishni. Hozir tushuntirib beraman. Gibrid avtomobillar asosiy 4 turga bo'linadi. Parallel gibrid, plug-in gibrid, ketma-ket gibrid hamda yumshoq gibrid deyiladi. Bu gibridni biz deyarli ko'chalarda ko'rmaymiz. Shuning uchun qolgan 3 tasi haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchisi, parallel gibridlar tashqi device'dan zaryadga olmaydi. Ular faqatgina o'sha benzin rasxod qilish evaziga hamda rekuperatsiya evaziga yacheykalar zaryadga oladi, elektromotorlar zaryadlanadi hamda avtomobil harakatlanganda elektromotor ham, benzinli motor ham bir vaqtning o'zida ishga tushadi. Bu avtomobillarni trendga olib chiqqan kompaniyalar albatta Toyota hamda Hyundai brendlari hisoblanadi. O'sha hammamiz sevib haydaydigan BYD modellari esa plug-in gibrid hisoblanadi. Plug-in gibridlar tushunishlar uchun ham ketma-ket gibrid, ham parallel gibrid bo'la oladi. Bu degani mashina tashqi device'dan zaryadga oladi va tokning o'zida ham harakatlana oladi, hamda mashina harakatlanganda elektromotor ham o'sha benzinli motor ham birdaniga yordamga kelib mashinani yurishiga xizmat qiladi. Biz mazza qilib haydaydigan Li, mana bu orqamda turgan Aito hamda boshqa modellar, boshqa turdagi GAC deysizmi, boshqa modellar barchasi ketma-ket gibrid hisoblanadi. Bu yerda motor, ya'ni benzinli motor hech qanaqa avtomobilning yurishiga xizmat qilmaydi. U faqat generator, divizor o'rnida ishlaydi hamda elektromotorga hamda o'sha mashinaning yacheykalariga, batareya yacheykalariga tok yetkazib berib turadi xolos. Sizga ham xuddi shu turdagi elektromobillar hamda gibrid avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu kabi qiziq ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun bizga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.